Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berib boraman. Ro'yxatdan o'tish uchun mana shu sayt havolasini videoda tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang. Bu yerga biz o'zimiz email pochtamizda hamda bironta parol yozib, login degan tugmani bosib, hozir ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, mana saytdan ham ro'yxatdan o'tib oldik. Qarang. Bu joyda misol uchun bizga bir turli xil misol uchun vazifalar berilgan. Qarang mana. Bu vazifalar misol uchun bajarib chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana Twitter bo'yicha misol uchun vazifa berilgan. Hozir qarang, sizlarga yanada yaxshiroq bo'lish uchun hozir mana buni tarjima qilgan holatda ko'rsataman. Hozir mana bizda tarjima bo'ldi. Endi qarang, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana yangi vazifalar bo'limi bor. Shu yangi vazifalar bo'limida misol uchun biz bemalol vazifa bajarsak bo'ladi. Mana shu yangi vazifalar bo'limidamiz hozir. Qarang. Misol uchun mana bu Twitterda vazifasini bajaradigan bo'lsangiz $0.03 ishlab borsangiz bo'ladi ekan. Bu sarmoyasiz. Buni 30 minut ichida bajarish kerak ekan. Keyingi vazifa bu ham Twitterda ekan. Mana 0.04 beradi ekan. Va do'stlar, mana bu misol uchun Twitterda aytib o'tgan, ya'ni Twitterda misol uchun obuna bo'ladigan bo'lsak, bizga 0.01 beradi ekan. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun do'stlar sarmoyasiz dollar ishlab borsangiz bo'ladi. Bunda ham obuna bo'lish kerak. Mana oddiy obuna bo'lish. Kirasiz obuna bo'lasiz, bo'ldi. Bu misol uchun vazifani 45 minut ichida misol uchun bajarish kerak. Ya'ni 45 minut ichida bajarib olib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham mana obunalar bo'limi bor. Mana Facebook bor. Do'stlar, mana Instagram ham bor. Instagramda ham misol uchun mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Vazifalar bor. Turli xil ijtimoiy tarmoqlarda bor. Misol uchun mana bu saytlarda ham obuna bo'lish kerak. Keyin qarang, bu yerda mana bu ikkinchisiga bosadigan bo'lsangiz, keyingi bo'limga olib o'tadi. Mana bu yerda misol uchun aytib o'tgan, Instagramga obuna bo'ladigan bo'lsak $0.06 beradi. Mana WhatsAppga obuna bo'lish, vazifalar bajarish xuddi shunaqa beriladi. Mana misol uchun TikTok bor. Endi ko'ramiz, misol uchun vazifalar qimmatroqni misol uchun tanlab bajarib, sarmoyasiz misol uchun bemalol ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun turli xil shunaqa vazifalar bor. Mana Telegramga misol uchun obuna bo'lish $0.06, mana ustiga bir marta bosib, misol uchun vazifalarni bemalol bajarib olsangiz bo'ladi. Vazifalar bo'limi juda ham ko'p. Do'stlar, endi mana balans degan bo'lim bor. Balans degan bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda misol uchun biz hisobimizdagi pullarni bemalol chiqarsak bo'ladi. Pul chiqarish bo'lish, qarang. Hozir mana bu yerda bizning balansimiz ko'rinadi. Hozir mening balansim yo'q. Men ham hozir ro'yxatdan o'tib oldim. Keyin qarang, pul chiqarish miqdorini yozasiz. Misol uchun qancha pul ichmoqchisiz yozasiz. Hamda bu yerda mana pul ichib olish, qarang. Bu yerda misol uchun biz pairga ichadigan bo'lsak 5% komissiya bor. Agar kriptovalyutaga ichadigan bo'lsak 3% yoki plastik kartaga ichadigan bo'lsa 7%. Misol uchun pair tanlab qoldirasiz. Keyin bu yerga qarang, mana bu yerda mana add degan tugma bor. Ya'ni o'zingiz misol uchun pair yoki boshqa narsalarni kiritib olishingiz kerak. Qarang, mana bu yerda misol uchun mana pairdagi bemalol chiqarib olsak bo'ladi ekan. Ya'ni hisobimizda pullar bo'lgandan so'ng minimalni $1 ekan. Misol uchun bemalol pullarni chiqarib olsak bo'ladi ekan. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ishlab boramiz. Qolgan bo'limlarni ham ko'rib chiqasizlar. Hozir bir daqiqa mana tarjima bo'limini qo'shib ko'rsataman. Yana boshqa bo'limlar ham bor. Misol uchun mana bu yerda mana bizning vazifalarimiz misol uchun bajarilganlari, misol uchun kutilmoqdalari, ya'ni muvaffaqiyatli tarzda bajarilganlari misol uchun mana juda ko'rinadi. Bemalol ko'rib olib, misol uchun tanishib chiqsangiz bo'ladi ekan. Hisoblaringizda pullari mana balansdan bosib chiqarsangiz bo'ladi. Daromad bo'limi bor. Bu daromad bo'limida misol uchun o'zingizda referral linkingizni misol uchun ustiga bosib nusxalab olib, do'stlaringiz ham taklif qilsangiz, hozir bu yerga qarang, necha foiz beradi ekan. Buni ham hozir bir tanishtirib o'taman. Bu yerda misol uchun do'stlaringiz 50% pulni olasiz ekan, ya'ni bajargan pulni 50% deb aytib o'tyapti. Yo'q. Agar pul kiritadigan bo'lsa 50% ni olasiz ekan. Agar misol uchun ishlagan pulidan 17% ni olamiz ekan. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar ko'rib olamiz. Minimalni yechish $1 ekan. Do'stlar, hammaga omad. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying.